Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp Hormuz bo'g'ozini tozalash jarayoni boshlanganini e'lon qildi. Baydenning o'g'li Trampning o'g'illarini jangga chorladi. Eronning yangi oliy rahbari Mujtabo Xomanayning ahvoli haqida tafsilotlar ochiqlandi. Turkiya prokurorlari Benyamin Netanyahu uchun umrbod qamoq jazosi berilishini talab qildi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Eron bilan yaqinlashib kelayotgan muzokaralar fonida AQSh Yaqin Sharqdagi harbiy ishtirokini oshirmoqda. Qiruvchi samolyotlar va elit 82-havo desant diviziyasidan 2000 gacha desantchilar, shuningdek minglab dengizchilar va dengiz piyodalari mintaqaga joylashtirilmoqda. Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyat. Isroil razvedkasiga yaqin manbaga ko'ra, Eron Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan kemalardan haq ola boshlagan. Ularning ta'kidlashicha, Eron amalda bo'g'oz ustidan nazoratni qo'lga olgan, qaysi kemalar o'tishi mumkinligini belgilamoqda va o't ochish to'xtatilgan davrdan ushbu muhim yo'ldagi nazoratini kuchaytirish uchun foydalanmoqda. Tramp Hormuz bo'g'ozini tozalash jarayoni boshlanganini e'lon qildi. Bu butun dunyo davlatlari, jumladan Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Fransiya, Germaniya va boshqalarga yordam sifatida amalga oshirilmoqda. Turkiya prokurorlari Benyamin Netanyahu uchun umrbod qamoq jazosi berilishini talab qildi. Istanbul bosh prokuraturasining terrorizmga qarshi kurash bo'yicha tergov byurosi tomonidan olib borilgan surishtiruvlar natijasida Isroil xavfsizlik kuchlari G'azoga gumanitar yordam yetkazish uchun tashkil etilgan Sumud floti fuqarolik kemalariga xalqaro suvlarda qurolli hujumlar uyushtirgani aniqlangan. Ayblov xulosasi ta'kidlanishicha, tinch aholiga hujum qilish, hayotiy muhim tovarlarni yo'q qilish, gumanitar yordamga to'sqinlik qilish hamda aholini ochlik, tashnalik va tibbiy yordam yo'qligiga mahkum etishni shunchaki xavfsizlik choralari deb baholab bo'lmaydi. Ushbu harakatlar xalqaro jinoiy huquq normalariga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri genosid va insoniyatga qarshi jinoyat deb tasniflangan. Xabar berilishicha, prokuratura Istanbul sudiga ayblov xulosasini yuborib, unda Netanyahu uchun umrbod qamoq jazosi hamda Isroil hukumati a'zolari bo'lgan 34 nafar ayblanuvchi uchun 1102 yildan 4596 yilgacha qamoq muddatlarini talab qilgan. Ayblanuvchilar orasida Isroil mudofaa vaziri Israel Katz va yana bir nechta vazirlar bor. Tramp agar Eron muzokaralar shartlarini bajarmasa, AQSh armiyasini qo'llashga tayyorligini aytdi. Biz o'z maqsadlarimizga to'liq erishish uchun kemalarga shu paytgacha yaratilgan eng yaxshi qurollarimizni ortyapmiz. Agar biz Eron bilan kelisha olmasak, bu qurollarni samarali tarzda qo'llaymiz, dedi Tramp. Baydenning o'g'li Trampning o'g'illarini jangga chorladi. AQSh sobiq prezidenti Jo Baydenning 56 yoshli o'g'li Hunter Bayden, amaldagi davlat rahbari Donald Trampning o'g'illari 42 yoshli Erik Tramp va 46 yoshli kichik Donalddan qafasdagi jangga chorladi. Uning bu haqdagi murojaati 10-aprel kuni Channel 5ning Instagram sahifasida e'lon qilindi. Agar ushbu jang bo'lib o'tsa, u 4-iyul kuni nishonlanadigan Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqilligining 250 yilligiga bag'ishlanishi mumkin. Hunterning tushuntirishicha, unga kinorejissyor va jurnalist Andrew Callahan qo'ng'iroq qilib, shunday jang tashkil etishni taklif qilgan. Menga hozirgina jurnalist Callahan qo'ng'iroq qildi. U men, Erik va Donald o'rtasida qafasdagi jangni tashkil qilishga harakat qilmoqda. Men unga roziligimni aytdim. Agar buni tashkillashtira olsa, men 100% tayyorman, deydi Hunter Bayden. Callahanning o'zi esa suhbat davomida haqiqatdan ham shunday variant paydo bo'lganini, lekin u Baydenning o'g'lini hazil qilyapti deb o'ylab, unga jangni tashkil etishga yordam berishga tayyorligini aytganini bildirgan. Hunter Baydenning bayonotini keng yoritayotgan Amerika ommaviy axborot vositalari sobiq va hozirgi prezidentlar oilalari o'rtasidagi munosabatlar juda tarang ekanini qayd etmoqda. Ehtimol klan vakillari bir-birlarini do'pposlashga tayyor, lekin buni omma oldida tomosha uchun qilishlari amrimahol. Ma'lumot uchun, qafasdagi jang aralash jang san'atlari bellashuvlarining umumiy nomi bo'lib, unda ishtirokchilar boks, kickboks, dzyudo kurash va Braziliya jiu-jitsusi kabi turli uslubdagi keng ko'lamli texnikalardan foydalanadi.
Eronning yangi oliy rahbari Mujtabo Xomanayning ahvoli haqida tafsilotlar ochiqlandi. Reuters agentligining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Eronning yangi oliy rahbari 56 yoshli Mujtabo Xomanay yuzi va oyoqlaridan olgan og'ir jarohatlardan so'ng tiklanish jarayonini boshdan o'tkazyapti. Shunga qaramay, u qaror qabul qilish qobiliyatini saqlab qolgan va Washington bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar kabi muhim masalalarni shaxsan nazorat qilmoqda. Mujtabo Xomanay otasi Oyatulloh Ali Xomanay va oila a'zolari halok bo'lgan AQSh-Isroil aviazarbasidan beri omma oldiga ko'rinish bermagan. Xabarlarga ko'ra, o'sha hujumda uning yuzi jiddiy shikastlangan va bir yoki ikkala oyog'idan og'ir tan jarohati olgan. Eron davlat televideniyasi uni tayinlovdan so'ng jonboz deb atagan bo'lsa-da, rasmiy Tehron jarohatlar darajasi haqida batafsil ma'lumot bermayapti. AQSh razvedkasi va mudofaa vaziri Pit Hekset ham Xomanayning yaralangan va yuzi shikastlangan bo'lishi mumkinligini tasdiqlamoqda. Ekspertlarning fikricha, Mujtabo Xomanay Islom inqilobi korpus qo'riqchilari bilan yaqin aloqalari tufayli otasining qat'iy siyosatini davom ettirishi mumkin deyiladi xabarda. Zelenskiy yana Putinga muzokaralar o'tkazishni taklif qildi va ehtimoliy manzilni aytdi. Men Putin bilan uchrashishga tayyorman. Albatta Moskvada ham, Kiyevda ham emas, ammo u men bilan ko'rishishga tayyor bo'lsa, buning uchun joy ko'p. Biz bunday manzilni Yaqin Sharqdan, Yevropadan, AQShdan istalgan joydan topishimiz mumkin, dedi Ukraina prezidenti Rai telekanaliga bergan intervyusida. Shu bilan birga u Donbassni topshirish masalasini muhokama qilishdan bosh tortdi. Zelenskiyning fikricha, bu Rossiyaga Xarkov va boshqa shaharlarga hujum qilish imkonini beradi. Jamiyatda esa bo'linish yuzaga keladi. Hozirda Rossiya bilan muzokaralar AQSh va Eron o'rtasidagi urush tufayli qoldirilgan, ammo biz ularni qayta tiklaymiz, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Eslatib o'tamiz, Moskva va Washington Ukrainadan o'z qo'shinlarini Donbassdan olib chiqishga rozi bo'lishni talab qilmoqda. Ushbu shartsiz na Qo'shma Shtatlar va na Rossiya hozircha prezidentlarning shaxsiy uchrashuvi mavzusini ko'tarmayapti. AQSh kuchlari Eron bilan haqiqiy sulhga erishilguniga qadar Yaqin Sharqda qoladi. Donald Trump Prezidentning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning barcha kemalari, samolyotlari va harbiy xizmatchilari, shuningdek, allaqachon sezilarli darajada zaiflashgan dushmanni o'ta shiddatli ta'qib qilish yoki yo'q qilish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha qurol-yarog', o'q-dorilar va boshqa barcha vositalar Eron hududida va unga yaqin davlatlarda Tehron va Washington haqiqiy kelishuv tuzgunga qadar qoladi. Agar biror sababga ko'ra bu amalga oshmasa, buning ehtimoli juda past bo'lsa-da, u holda Eron oldingidan ko'ra kengroq, ko'lamli va kuchliroq zarbalar beriladi. Allaqachon kelishib olingan va bunga zid bo'lgan barcha yolg'on ritorikalarga qaramay, Tehronda hech qanday yadroviy qurol bo'lmaydi va Hormuz bo'g'ozi ochiq hamda xavfsiz bo'ladi, deb yozdi Trump Truth Social ijtimoiy tarmog'ida.